Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan tracking yurganamiz. Tracking bu nima narsa? Ma'lum bir obyektni tracking etib qo'ysa bo'ladi. Shunga prikrepить etib qo'ysa bo'ladi, yopishtirib qo'ysa bo'ladi. Hozir sizlarga shuni ko'rsatib o'taman, sizlar hamma narsani tushunasizlar. Men уже video tayyorlab qo'ydim, nima narsani tracking etishni. Hozir sizlarga ko'rsataman. Yana o'sha tanlab qo'yibman CapCut'dan. Shunga girdim. Endi bu yerda o'sha ND filter bilan CPL filter ikkisi birdan. Shu ND filter deb aytamiz. Shunga biza hozir text prikrepить etamiz. Hozir men videoda shatdim. Zvukini o'chirib turamiz. ND filterni stoldan oldimdan darpatdim endi. Men shuni ustiga hozir text qo'yishim kerak. Чтобы o'sha ND filter bilan birga borib ketsin text. Shu narsani biz hozir aytishni o'rganamiz. Yine kolumdan aldım darpatdim. Xullas, kolumdan alıp ushlab tutgan yerime tekst yozaman. Так. Давайте tracking deb yozamiz yine. Yine tracking deb yozdik. Keyin shrift tanlasak bo'ladi. Masalan, shriftni terlimiz. Готово, bastık. Gördüğünüz ama text fakat bir yerde durdu. İşaretçe koyuşumuz gerek. İşaretçe çözdük. Keyin yine işi bize işörden 2 sekunddan ta 7 sekundacha bize de yazı boladı. İşi endi filtre, iş korobka tracking boladı da. Şuna ülek koyamız bize şunu. Şu bilen birge borib kelish uchun. Shu narsani aytib ko'ramiz. Bunun uchun bize tekstni üstüne basamiz, videoni üstüne emas, tekstni üstüne basamiz. Keyin bunda отслеживание degani bor. Shu отслеживание deganini basamiz. Bize de gördüğünüz tımalak krug chiqdi. Nerni tracking eting deb so'rab turibdi bizdan. Navga ulab qo'ying deb turibdi. Navga ulayin deb turibdi. Mındınga ulab qo'yingmi, ko'zdingga ulab qo'yingmi, yo bo'lmasa korobka ulab qo'yingmi, navga ulab qo'ying deb so'rab turibdi-da. Любой bir darpam turgan obyektda ulasangiz bo'ladi. Endi darpam turgan obyektdan ulasangiz bo'ladi, lekin uni ma'nosi nima? U darpam turgan o'zi tekst ham darpam turadi. Yana uni ham darpam turgan obyektga qo'yib qo'ysangiz, bir yerda turaveradi-da u. Biza darpanib turgan obyektda tracking etamiz. Yana buni sal kichaytiramiz, чтобы arkadagi boshqa obyektlarni olmaslik uchun. Yana Примерni shuni niyatamiz buni. Ko'rdingizlar? Keyin начать отслеживание degani basamiz. Buni basganda уже programmani o'zi определять etadi. Endi medlenlashtiradidan, ishorni определять etadidan shunga ulab qo'yadi. Yana qaranglar. Ketdi. Ko'rdingizmi? Отслеживание ketib turibdi. Yana tayyor ko'rsangizlar bo'ladi. Ulaytiramiz ekranni, play'a basamiz. Qaranglar. Gördünüzmü? Ya şunu da ettim. Bunu kichkina qatib qo'ysanizlar ham bo'ladi tekstni, чтобы bu yerda yuz-yuzga tushib qolmaslik uchun. Endi u narsani o'zlaringiz eksperiment etib ko'rasizlar. Keyin men aytishim kerak, чтобы sal qiziqroq bo'lishi uchun videoni boshida chiqishini sal bir qiziqroq atamiz. Sal qiziqroq atamiz, animatsiya qo'shamiz. Shuni yapsak nechik bo'ladi ekan? Ya bo'lmasa Yok, o'zi ishi normal, просто embedded sekundini sal pasaytirib qo'ysak, ana shuni aytamiz. Выводni shuni aytsak. Ya bo'lmasa вывод 0,1 sekund aytsak ham bo'ladi. Yana bo'ldi. Endi ko'ramiz. Hop, oldim, paydo bo'ldi. Ko'rdingizmi? Shu bilan birga borib keladi. Ina. Tracking etish maqsad. Xullas ko'rdingizlar, tekstni tracking etib bo'ladi ekan bir obyektda ulab qo'yib, buni sizlar o'rgandingizlar. Endi keyingi o'zlaringizning videolaringizda polni shu narsani qo'llab ko'rsangizlar bo'ladi. Ina darslikni ham ko'rib bo'ldingizlar. Darsim foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agar sizlarga dars o'tishim yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, birdan like qo'yib beramiz. Обязательно. Keyin sizlar uchun maxsus taklif bor. Eğer sizler montajni to'liq o'rganjak bo'lsangizlar, telefonda montaj etishni o'rganjak bo'lsangizlar,
Bana şu Instagram'a direktde yazı beringler. Şu yerda sizlere to'liq ma'lumot beraman. Ne boyunca, iminna kursum boyunca. Mevzu maxsus dersliklarni tanlab ko'pman. Yangi dersliklarda sizlar noldan to professional darajagacha montaj etishni o'rganasizlar. Bu kursumni o'qib chiqqandan keyin xolasangiz mobilograf bo'lib ishlasangiz bo'ladi, xolasangiz freelansda uzoqda turib ishlasangiz bo'ladi. Ma'lum bir videolarni olasizlar, montaj etasizlar, obratni yuborasizlar, pulni olasizlar. Shunday ishlasangiz ham bo'ladi. Xullas, bu kursda to'liq montajni o'rganasizlar. Iminna telefonda montaj etishni, CapCut'da. Agar qiziq bo'lsa, yangi aytganimdek Instagram'a direktda yozib beringlar, polni batafsil ma'lumotni sizlarga berib o'taman.